Kelinglar, silovotgan moylar narxini biz zamonxonalik narxlar bilan bitta solishtirib olamiz. Shell Ultra Germaniyaniki 1 litr 85 mingdan, 10 ga 40 1 litr 70 mingdan, 10 ga 40 sariq idishli bo'lsa 1 litri 65 ming so'mdan. Castrol Edge 1 litr 95 ming so'mdan, Magnet 2 litr 90 ming so'mdan, oq idishli bo'lsa 1 litr 70 ming so'mdan. Adinol 5 ga 30 1 litr 105 ming so'm, 5 ga 40 95 ming, 10 ga 40 85 ming so'm. Liquimoli, Motul, SRS, Mobil, Valvaling boshqa moylarimiz ham bor. Necha litr desanglar, shuncha litr quyib beramiz. Moy almashtirish xizmati moy olsanglar bepul bo'ladi. Zik 5 ga 30 1 litr 50 ming so'mdan, Hyundai 5 ga 30 50 ming so'm, Hyundai 10 ga 40 47 mingdan litri, Kicks 5 ga 30 45 ming so'm, Total 5 ga 30 75 ming so'm, Kia Sentra ham xuddi shundan qilyapti. Avtomat korobkani moyini xohlasanglar ruchnoy, xohlasanglar apparatda almashtirib beramiz. Ruchnoy almashtirganda ham xuddi apparatdagi ichlarini chayib, tozalab beramiz. 8 litr moy ketishdan boshlanadi. Bonuslarimizni hozircha ruchnoyda xizmatda 100 ming so'mni o'zi bepul qilib qo'yganmiz. Suxoy tuman qilib beramiz, plus balon peni ham qo'shib beryapmiz. Manzilni opsiyaniyada qoldiramiz. Sizga nima moy qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga direktdan aloqaga chiqinglar, albatta narxlarni yozib yuboramiz.